Yaqinda menga tanish bo'lgan bir haydovchi so'rab qoldi. Xayrulla aka, nega bundan oldin 1 yilgina yo'lda taksi faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchilar yagona darchaga borib, davlatga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida bir marta to'lov qilib, 1 yil taksi faoliyati bilan o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida foydalanishi mumkin. 1 yil taksi qilishi mumkin edi. Nega endi soliqchilar qatoriga qo'shildi? Bu qanday tushunish mumkin deb so'rab qoldi. Meni bu shaxsiy fikrimni bilgisi keldi. Shaxsiy fikrim quyidagicha: davlat soliq tizimiga taksi faoliyati bilan shug'ullanuvchi taksilarni aniq soni kerak edi. Aniq sonini bilish uchun soliq tizimi shunday taktika qo'lladi deb o'ylayman. Ya'ni xususiy shaklda taksi faoliyati bilan shug'ullanuvchi taksistlarni sonini aniqlash maqsadida kamdan ham kam, eng kamaytirilgan minimal stavkada, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida. Ya'ni bugungi kunda deylik 412 ming deb hisoblasak, 412 ming to'lab 1 yil taksi faoliyati bilan shug'ullanishingizga imkon yaratib qo'ydi. Bundan to'g'ri foydalanaylik degan O'zbekiston fuqarolari hammasi o'zini band qilgan shaxs sifatida yagona darchaga borib o'zlarini ro'yxatdan o'tkazishdi. Keyin soliq tuzilmalari va statistika tashkilotlari birgalikda g'alvirni suvdan ko'tarishdi. G'alvirni suvdan ko'tarilganda o'zini band qilgan taksistlar soni juda ham ko'p miqdor ekanligi aniqlandi. Buncha soliq to'lovchini bittagina bazaviy hisoblash miqdorini to'latgan holda taksistlik qildirishdan ko'ra, ularni soliq to'lovchilar qatoriga qo'shib qo'yish davlat byudjetiga juda ham katta foyda olib kelishini bilishgandan so'ng taksistlarni yagona darchadan bir martalik to'lov bilan taksistlik faoliyati qilishiga qarshilik qilindi. Ya'ni bu meni shaxsiy fikrim. Bundan xulosa kelib chiqadiki, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida taksistlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi insonlar soni juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Shuning uchungina bu faoliyatni soliq to'lovchilar qatoriga qo'shib qo'yishdi. Ya'ni bir martalik to'lov bilan faoliyat yurituvchilar ro'yxatidan chiqarishdi.